Sonda birinchilardan bo'lib, eng zo'r, eng ko'p mehr berib qilingan sifatlardan bittasi, ko'rishingiz mumkin 5 kuluvchi do'st sipar qilingan. Orqa tomonlariga ham apornili tormozni qo'yilgan. Orqa bamferlariga o'zi 2 donali sensor bo'ladi. Bunga original 4 tali sensor qo'yib berilgan. Bu hammasi jang original. Akustika sistemalari ham qilib berilgan. Xo'p, salonlarga o'tgan bo'lsak, salonlarida Mercedes zinalar qo'yib berilgan. Ko'rishingiz mumkin, tepa tomonlariga, profillari ham orqa tomonlariga qo'yilgan. Pataloglari ham qattiq qilib yasalgan. Bu material o'zi tortib qo'yilmagan. Panoramali yuklari qo'yib berilgan. Old tomonga keladigan bo'lsak, old tomon eshiklarida Mercedes boshqarilgan upravleniyalar, pamitlar hammasi ishlaydi. Karbonlari ham hammasi natural qilib berilgan. Bu yerdagi hamma obshivkalar, torpedkalar hammasi eng yaxshi, eng original alkantaradan qilib berilgan. Salon qismida O'zbekistonda birinchilardan bo'lib yangilik qilib bergan narsamizni ko'rsatamiz. Rul knopkalaridan zavod qilinadi mashina. Tracker tablo qo'yib berilgan. Yong'ir datchiklarigacha qo'yib berilgan. Yongan nimani ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tomonda salonni xirayarki qiladigan narsa. O'zbekistonda Spark hech qaysi chiqmagan. Bu narsalarni ham programmada ishlatib qo'yib berganmiz. Ko'ryapsizlar, maytfonlari, podsvetkalari, hamma narsalari xirayarki bo'lyapti. Davleniya shinalarigacha ishlatib qo'yilgan. Tepalariga Malibu plafonlari, kazirolari ham qo'yib berilgan. Qo'shimcha ravishda mana faktronik ishlatganingizda tabloda ham ko'rsatadi bu narsani. Bu chunki original sistema qilingan. Klimatdan tashqari bu yoq tomonda abduf, abagrev, massajlarigacha qo'yib berilgan. Ko'rishingiz mumkin, sijenamiz to'liq 100% ishlayapti. Mana massajlari ham hamma narsalari ishlaydi. Bu yoq tomonlarida ham pamitlari bor. Torpedkalarimiz ham hammasi 100% shu zamshdan qilib berilgan. Okalar, bu mashinaning egasi bitta shu Sparkga qarab qolmagan. Bundan boshqa juda ham ko'p mashinalar bor. Zikr olganlarda zikr saloni xuddi shunday o'xshagan variant bo'lgani uchun shu narsani qildirdilar. Mehr berib, idealniy qilib berdik. Rul abagreflarigacha hamma narsasi ishlaydi. Shunaqa sifatli xizmatlar uchun albatta avtomobilning o'ziga murojaat qilinglar. Salomat bo'linglar.